Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan yozda jo'ja boqishni o'rganamiz. Shuning bo'yicha sizlarga maslahatlar beraman. Birinchi maslahatim, suvni doimiy almashtirib turinglar. Bizga o'xshab jo'jalarda ham yozda sovuq suv ichgisi keladi. Suvni almashtirib turasizlar. Men o'zim jo'jalar qiynalmasin deb bitta kuller qo'yib qo'yganman. Kuller mana havo haydab berib turibdi mana. İşlab turibdi, abetga qo'yib qo'yganman, mana. Ishlayapti kullar. Abetga qo'yib qo'yganman, endi bular sal havo berib turadi, ular ham sal sovuq havodan nafas oladi. Ko'rib turganlaringiz mana, yana 12 voltlik adapter bor, blok pitaniya deydi. O'shadan sim kelgan mana. Mana kullarga выключатель qo'yib qo'ygan, so'z yonib, bunday qilsak o'chadi, bunday qilsak yonadi. Mana bu katagimizning ichida ham lampochka bor, ana anag'imizda ham lampochka bor. O'shani выключатель mana. Kechqurun yoqib qo'yamiz. Ertalab bo'lsa o'chirib qo'yamiz. Shunaqa qilib jo'jalarni boqib turibmiz. Ichiga qizitadigan yemlar yo aralashma yemlar qilib bermaysizlar, yoz iloji boricha o'tgan videolarimda aytgandek yengil narsalar berasizlar. Men o'zim kamroq bug'doy beryapman. Tarvuz po'chog'i bo'ladi-ku, yeganlaringdan chiqqan. O'sha tarvuz po'choqlarini bersalaring, o'shani ko'proq yeydi. Menikilar o'shani ko'proq yeyapti yemdan ko'ra. O'shanga kechki vaqt sayrga olib chiqqanda o't, o'lan, tarvuz po'choqlarini berib tursalaring, ham vitamin bo'ladi, ham bular ham mazza qilib yeydi. Xullas, yozda jo'ja boqish maslahatlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizni kuzatib boringlar va kanalga obuna bo'linglar. Bizning maqsadimiz tezroq 500 obuna bo'lish. Obuna bo'lib qo'yinglar. Hali bundan qiziq videolar oldinda.